Hammaga assalomu alaykum deb lobbimizni boshlab oldik. Lobbimiz juda ajoyib bo'ldi. Telegram kanalimizga ozgina qoldi 300 ta bo'lishimizga. Kirib a'zobi valinglar. Keyin komanda yig'ish boshlanadi dedimda pullik lobbi o'tkazamiz. Telegram silkasi profil ustida turibdi. Bizda hammasi haqqoniy va ishonchli. Aldov yo'q. Mana shuncha o'ynagan insonlar biladi. Bizga aktiv komandalar kerak, shuning uchun 300 ta bo'lishimizni kutyapmiz. Keyin komandalar yig'ilgandan keyin lobbi boshlanadi. Bu yerda qizillar va qoralar bo'ldi shekilli. O'yinni ta'riflagan bo'lsak, ajoyib o'yin katta bor-u. Ikkita komandada ham bitta qiz bor. Sheriklarimiz juda ajoyib o'ynadi. Raqib tomon ham qolishmadi. Shu yergacha videoni tomosha qilganlaringiz uchun rahmat. Kirib obuna bo'linglar.